Akalar, videoni o'tkazib olmanglar. Hozir men sizlarga bir tiyin pul to'lamasdan tekinga mashina minishni o'rgataman. Akalar, undan oldin videoga bitta like bosib, oxirigacha ko'rib turinglar. Aka, bu mashinani tekinga haydashni o'rgatyapmiz. Shunaqa ta'riflab bering, yana ham motivatsiya bo'lsin. Bo'ldi, gap yo'q. Aka, bu avtomobilimiz 11 kishigacha sig'dira oladigan minivan hisoblanadi. Tashqi ko'rinishi ham, ichki ko'rinishi ham alohida dizaynda ishlangan. Rangi bo'lsa, bu alohida tema. Ichki o'rindiqlari ko'radigan bo'lsangiz, to'laqonli koja bilan jihozlangan. Elektrosilchi rul, sensor monitor, bundan tashqari zavodskiy orqa kamera, parktronliklari ham bor. Xohlasangiz xususiy maktab, bog'cha, liniya, turizm farqi yo'q. Oilaviy sayohatlar deydigan bo'lsangiz ham ideal variant, tog'larga, sayohatlarga juda ham ma'qul variant. Endi bu mashinani tekinga haydashni o'rgataman. Xullas, hozir mana shu videoni adaga yoki akaga jo'natib qo'yamiz va yozib qo'yamiz. Aka yoki ada, mana shu mashina mendan ustunmi yoki mana shu mashinaga arziymanmi deysiz. Undan keyin qarabsizki, mashina sizga podarka bo'lib turibdi-da. Okey, mashina olsangiz o'g'lingizga olib bering, salonida o'zingiz ham o'tirasiz. Okey, mashina olsangiz ukangizga olib bering. Bola-chaqangiz bog'chaga borib turadi. Nima deydi? Undan tashqari pul qo'lga kirib deyishadi. Kirra yaqiningizdan qizg'anmang. Okey, bosib oling. Xursand bo'lib qolishadi. Bu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz va eng shirin joyi, mana shu yil oxirigacha zo'r skidga ketayotgan ekan. Ya'ni oldin narxi 223 million bo'lgan bo'lsa, hozir bu mashinani 214 millionga ham olsanglar bo'lar ekan. Hamma aqllarni taklif qilamiz. Kelaverasizlar.